Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Facebook Ads Manager'dagi muhim metrikalar bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, undan oldin men umumiy Ads Manager'dagi metrikalar haqida ma'lumot bermoqchiman. Metrika o'zi nima? Metrika bu ko'rsatkich raqamlar, ya'ni bizning reklama kompaniyalarimiz, yo'qgan reklama kompaniyalarimiz qanaqa samarali ishlayotganini ko'rsatib beruvchi raqamlar. Xo'p, metrikalarni ikkiga bo'laman men. Birinchisi bu Facebook tomonidan taqdim qilingan metrikalar, ikkinchisi bu o'zimiz formulalar orqali yasalgan metrika. Xo'p, metrikalarni biz o'zi qayerdan qo'shamiz, qayerdan olib tashlasak bo'ladi. Xo'p, metrikalarni o'zi mana bu yerda stolbitsi degan bo'limda настройки stolbitsov degan tugmani bossak, bu yerda umumiy barcha metrikalar, Facebookdagi bor metrikalar chiqadi. Bundan o'zimizga kerakli bo'lgan metrikalarni tanlab olishimiz mumkin. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, juda ham ko'p metrikalar bor. Men bu bo'yicha PDF fayl tayinladim va u Telegram kanalimda bo'ladi. Bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Barcha metrikalarni yozganman va u yerda bu metrika nimaga javob berishigacha yozib o'zbek tilida tushuntirib qo'yganman. Bemalol kirib ko'chirib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerdan sizlar o'zingizga kerak bo'lgan metrikalarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'zingizga kerak metrikani galочка bersanglar, bu metrika hozirgi joyda paydo bo'ladi. Xo'p, bu yerda bo'limlarga bo'lingan. Men aytdimki, Facebook tomonidan taqdim qilingan metrikalar va o'zimiz yaratgan metrikalar bor. Xo'p, o'zimiz yaratgan metrikalar mana bu yerda joylashadi va uni biz sozdать пользовательскую metrika o'qib turib, mana bu yerda formula orqali yasaymiz va yaratgan metrikamiz mana shu yerga tushadi. Bu bo'yicha ham kelasi videolarda men darslik qilaman, ya'ni formula orqali metrikalarni qanaqa yaratish bo'yicha va muhim metrikalar haqida. Xo'p, biz shu yerdan topar ekanmiz. Kerakli metrikalarni biz nomi bilan qidirsak bo'ladi. Topganimizdan keyin применить qilsak bo'ldi. Metrikalarimiz mana mana shu yerda ko'rinishi boshlaydi. Endi hozir biz sizlar bilan birma-bir nima metrika bu va nimaga javob berishini ko'rib chiqamiz. Va bu metrikalarni o'zingizlar reklama kompaniyalarida qo'llab, reklamalar qanaqa effektiv ishlayotganini bilishingiz mumkin. Xo'p, birinchisi boshladik. Metrikada qaranglar. Tepada metrika nomi bo'ladi. Mana bu tugmani bossanglar, tepadan pastga yoki pastdan tepaga. Misol uchun bossak, hozir eng yuqori natija yoki eng past natijani ko'rsatadi. Bu yerdan biz metrikalarni chapga surishimiz, o'ngga surishimiz mumkin. O'chirib tashlashimiz mumkin, ya'ni настройкасini to'g'rilashimiz mumkin. yoki shu aytganda tepaga yoki pastga tushirishimiz mumkin bo'ladi sortirovka qilib. Xo'p, metrikalarni unda tushuntirishni boshladim. Xo'p, birinchi summa zatrat bu oddiy qilib aytaman, biz ishlatayotgan pul. Ya'ni ma'lum bir kompaniya ishlatgan pul. Ya'ni qaysidir muddat muhlat ichida ishlatgan pul. Ya'ni budjet. Ikkinchisi ahvat. Bu bizning reklamani nechta odam ko'rganini ko'rsatyapti. Pakaz. Bu bizning reklamani necha marotaba ko'rishganini ko'rsatadigan metrika. Ya'ni ahvat bilan pakazning farqi, ahvat bu insonlar, bular bu ko'rishlar deylik. Ya'ni ahvat bu nechta odam ko'rdi, bu necha marta ko'rdi. Xo'p, rezultat bu rezultat mana shu reklama kompaniyamiz bizga nechta natija olib keldi. Ya'ni men hozir lead uchun reklama yoqgan bo'lsam, nechta lead berdi? Mana shu oraliqda. Xo'p, keyingisi mana shu natijani o'rtacha narxi qanchadan tushyapti? Ya'ni menda 233 ta lead, har biri 89 sentdan tushyapti va mana shu pul paydo bo'lyapti. Jam qo'shganda. Xo'p, CPM bu har 1000 ta ko'rish uchun men necha pul to'layapman. Ya'ni 1000 ta pakazim uchun va 1000 tasi uchun $1.28 pul to'layotgan ekanman. Xo'p, natija narxi ham mana shundan paydo bo'ladi o'zi. Ya'ni men 1000 ta reklamani necha pulgadir ko'rsataman va u ko'rishlardan nechta lead qoldirsa yo'masa, сообщение yozsa yo'masa, profilim kirsa, shunda har bitta natija narxi paydo bo'lishni boshlaydi.
Xo'p, keyingisi chastota. Chastota nima desanglar, chastota bu mani reklamammi, mana shu reklama kompaniyammi e'lonlarni bitta odam necha martadan ko'rayotganini aytadi. Ya'ni hozir 228 bo'lib turgan bo'lsa, уже mani reklamamni deyarli 2 marta hamma odam, mana shu 70 ming odam 2 martadan ko'p ko'ryapti. Ya'ni bir xil 3 martadan, ya bir xil 2 martadan ko'rishgan. Endi klik все bor va boshqacha kliklar bor. Men shu aytganimdek, bular haqida Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Unikalniy kliklar bor, oddiy kliklar bor, все bor, hammasi Telegram kanalimda bo'ladi. Hop, kliklar все deganimizda barcha shu reklamamizni ko'rib, barcha kliklar, ya'ni bizani kommentariyamizga bosib kirgan, knopkamizni bosgan, profilimizga o'tgan kliklar hisoblanadi. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Ya'ni barcha qanaqa biz bilan aloqasi bo'lsa foydalanuvchini klik orqali shu kliklar hisoblanadi. Va endi shu kliklarni o'rtacha narxi necha puldan bizga tushyapti. Ya'ni profilimizga o'tgan bo'lishi mumkin, o'tgan like bosgan bo'lishi mumkin, kommentariyaga o'tgan bo'lishi mumkin. U har bittasi 10 sentdan tushyapti. Endi klik по ссылке degan joy bor. Bizani reklama kompaniyamizning e'lonlarni tagida turadigan knopkani nechta odam bosdi? Tak, 1251 marta bosilibdi. Xo'p, keyingisi har bitta shu unikal kliklar, ya'ni imенно reklama knopkasini bosganlarni o'rtacha narxi 0.17 sentdan tushadi. Endi CTR bor, все. CTR bu nima? 100 ta odamdan nechta odam bizani reklamamizni knopkasini bosayotganini ko'rsatib turuvchi metrika. Все desa umumiy mana shu profilimga kiryapti yoki shu komment qoldiryapti, umumiy men bilan aloqa qilayotgan odamlar 100 tadan 1.31%, ya'ni deyarli 2 ta odam, 100 tadan 2 ta odam meni profilimga kirib ko'ryapti, yoki knopkamni bosyapti. CTR ham xuddi shunaqa, unikalniy CTR bor, ya'ni входящий CTR bor. Ular haqida ham Telegram kanalimda ko'rsatganman. Endi shu reklamni kompaniya o'qiganimizda mana shu CTR'imizga ahamiyat berishimiz kerak. Agarda bu CTR past bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 1% dan past bo'ladigan bo'lsa, bu degani odamlar sizlarni reklamalarga reaksiya bermayotgan bo'ladi. Ya'ni 100 ta odam ko'ryapti, lekin hech kim knopkani bosmayapti. Bu degani уже sizlar auditoriyani yokida kreativlar bo'yicha ishlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu hook rate, hold rate, lead rate. Buni uchalasini Facebook bergan metrikalardan tashqari o'zim yaratganman. Bu yerda tushuntirib o'taman. Hook rate nima? Hook rate bu meni videoyimni boshlang'ich 3 sekundini necha foiz odam ko'ryapti. Sizlar ham mana shu metrikadan foydalanib, kreativliklar qanchalik odamlarga qiziq bo'layotganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni menda deyarli 30% pastligini sababi bu yerda ko'proq bu kompaniya rasmlar bor, shuni hisobiga pastroq. Xo'p, hold rate nima? Hold rate mana shu 3 sekundidan o'tib 15 sekundigacha nechta odam borayotganini ko'rsatib turuvchi metrika. Ya'ni hozir mana 3 sekundni ko'rgan odamlardan yana 46% 15 sekundigacha reklamamni ko'ryapti. Bu ham nima beradi? Sizlarga qanaqa mesaj beradi? Agar sizlarning hookinglar kuchli bo'lib, lekin shu hookdan keyingi ma'lumot, taklifinglar qiziq bo'lmasa odamlarga, bu ham pastroq bo'ladi. Uni ham sizlar уже kreativ bilan, taklif bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Undan keyingisi endi menda lead generatsiya uchun yoqilgan kompaniyalar lead rate nima bu? Ya'ni 100 ta odamdan nechta odam lead qoldirayotgan, ya'ni 100 ta odam reklamamni ko'rsa, nechtasi bu yerda o'z ma'lumotlarini qoldirayotganini ko'rsatib turadi. Endi bu yerda past, chunki ahvot katta, bizga ko'proq natija narxiga va konversiyaga qaraymiz. Bu juda ham muhim metrika emas. Men o'zim ishlataman. Qaysi kompaniyamdan qancha odam lead qoldirayotgani haqida. Xo'p, bundan tashqari yana ko'plab nimalar bor? Metrikalar bor.
buni birinchi qism qilaylik va ikkinchi qismida veb-saytlar bilan ishlaganda qanaqa metrikalardan foydalanishni men tushuntirib beraman, agar video sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa. Agar ma'qulligini sizlar ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, videoga like va izoh qoldiringlar. Men shu videoni ikkinchi qismi qilib, veb-sayt bilan ishlaganda qanaqa metrikalardan foydalanish kerakligi haqida ma'lumot berib o'taman. Hammalarga rahmat. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Videodan bitta like ayamaysizlar.